Selam dostlar. Respublikamız boyunca seyahatimizni devam etamiz. Tezroq ekranlar qoshina jiyilimiz. Bugun biz avtomobillar muzeyida. Muzey 2017-yilda ochildi. Ham bunda turli yillarda chiqqan avtomobillar ham mototsikllar to'plangan. Do'stlar, bu mening eng yaratgan muzeylardan birisi bo'lurdir endi mug'ayin. Seyahatimizni boshlaymiz. Ketdik. Muzeyda Yava, Ish ham Minsk mototsiklari bilan tanishib bo'ladi. Shulay muzeyda Harley Davidson ham Dnepr mototsiklari bilan tanishib bo'ladi. Mana bu Zaporojets avtomobili. U 1960-69-yillarda Sovetlar Soyuzida yetishtirilgan. Mening qort bobomning da naq shunday avtomobili bo'lgan. Mana bu Trabant nemis avtomobili. Onun o'zinchaligi shunda. U to'sincha deyarli plastikdan ishlanilgan. Onun og'irligi nibari 620 kilogramm. Nibari 620 kilogramm. Volga avtomobilin bugunda uramlarda uchratib bo'ladi. Mana bu avtomobilni 1946-58 yillarda yetishtirganlar. Uni boshda Rodina deb atalgan bo'lganlar. Lekin Победа ismi bilan bu avtomobil yetishtirilgan. Chayka avtomobili 1977-88 yillarda yetishtirilgan. Gaz 51 yuk mashinasi 1947-yilda Stalin premiyasına loyiq bo'ladi. 1946-75 yillar oralig'ida 3 milliondan ortiq gazonlar yetishtiriladi. Neydi gazonlar deysizmi? Gaz 51 modelin xalq orasida naq shulay otab yurganlar. Mana bu Gaz 69 mashinasına bir nindi tog'lar, toshlar qo'rqinish bo'lmagan. Bizningcha jib bo'laydi u. Sinov uchun yetishtirilgan birinchi o'rnaklarni Trujenik deb ataganlar. Muzeyda shulay rally cross uchun maxsus hazırlangan avtomobillar da saqlanadi. Bu avtomobillarda turli yillarda sportchilar prizli o'rinlar yo'llaganlar. Bugunga mana shular edi do'stlar. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz. Sog' bo'linglar.